Kecha qo'shidamiz. Bu yerda harbiylar juda ko'p. Bizni o'ldirib tashlashganlari ham mumkin. Ketdik. Bu modlarni Telegram kanalimizda topsangiz bo'ladi. Gamer005. Yo'q, vay. Shularning tikoni juda ko'pdi. Balkim biz o'lmasligimiz ham mumkindir. Chunki bu yerda o'lishsak bo'lmaydi. Bu orolda hech kim yo'q menimcha. Bu orolni yaxshilab tekshirishimiz kerak. Juda yomon. İkinci can urushi qachon tugaydi ekan? Benim bütün bir komandam afsuski qirib tashlandi. Shunga meni bir o'zim yuribman. Qani u. Biz yo'q o'ldiramiz. Tushirda menimcha ular. İtlarni o'ldiramiz, bolalarni menga tashlab ketish mumkin. Voy, menga tashlab ketmas. Bu yerda bir de bo'lishi mumkin. Yo'q, menimcha bu yerni. Biz bu yerni egalaymiz. Fakat olmaslikim kerak. Bu yerda menimcha hech kim yo'q. Biz bu yerni egalladik. Sahil bu yerda hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Endi Narjon orolni ko'ramiz. Narjon orolda bo'lsa ishlari mumkin. Bu yer juda aman bolalar. It yana bilan o'ldiramiz. Bo'ldi, endi nima qilamiz? Balkim bu yerda yo'qlar. Bo'ldi, biz o'tdik. Bu yerda hech kim yo'q. Qirib tashlangandir balkim boshqa davlatni askarlar kelib. Qirib tashlashgandir balkim. Buni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Bolalar yo'q. Hech kim yo'q bu yerda. Nima qilamiz endi? Xayr do'stlar.